Alo. Ro'yxatdan o'tyapman. Ovozingizni eshitib ko'nglim joyiga tushdi. Bolalar uxladimi? Ha, dadam qachon keladi deb so'rashdi. Ay, tez keladilar deb. Oq yo'l. Biz sizni kutyapmiz, dadasi. Ehtiyot bo'linglar, onasi. Qishning izg'irinli, nafasi sovuq kunlarida ham aerodrom hayoti bir lahza ham to'xtab qolmaydi. Oppoq qor yer yuzini sokinlik bilan qoplab, atrofga go'yo ertaknamo bir husn baxsh etadi. Ammo bu sokin manzara ortida tinimsiz mehnat, doimiy harakat yashirin. Aynan shunday kunlarda yurtimiz aeroportlarida perronlar, uchish-qo'nish va burilish yo'laklaridagi ishlar yanada qizg'in tus oladi. Yo'lovchi ko'zi ilg'amaydigan, sezilmasdek tuyuladigan bu jarayonlar zamirida maxsus texnika va fidoyi ishchi xizmatchilarining mashaqqatli mehnati mujassam. Qorli tuman ichida maxsus texnikalar chiroqlari yo'l ko'rsatib, havo kemalariga parvoz sari yo'l ochadi. Uchish uchun maydonlar tayyorlanadi. Samolyotlarga muzlanishga qarshi suyuqliklar sepiladi. Har bir harakat aniq, vazmin va belgilangan tartib asosida bajariladi. Go'yo sukut ichidagi uyg'unlik kabi. Bunday murakkab ob-havo sharoitida aeroport xodimlari yanada hushyor, yanada mas'uliyat bilan ishlaydi. Ular havo kemalarining yerda ham, osmonda ham har bir qadamini sinchiklab kuzatib boradilar. Chunki bu sa'y-harakatlarining barchasi bitta ulug' maqsadga, yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash, ularga qulaylik yaratish va aeroportlar faoliyatining uzluksiz davom etishiga xizmat qiladi. 66, 67 boshladim bilib, yetib olamiz 66. 67 zapravka. Qor yog'ib, sovuq izg'irin bo'lsa ham, aerodrom yuragi baribir urishda davom etadi. Mana bizning ko'z ko'rinmas qahramonlarimiz Shohjahon, Nizomiddin, Murodjon, bulardan tashqari yana ko'z ko'rinmas qahramonlarimiz juda ko'p, hammaligi reysda. Shu bolalarning mehnatiga bitta layk. Nimanga? Mana ayni damda qorlardan tozalayapmiz traplarni. Yo'lovchilarga yoqimli parvoz tilaymiz. Men ismim Mahmudxo'jayev Shohjahon, Toshkent xalqaro aeroportida o'z yurar mexanizmlarda avtotrap haydayman. Ambuliftda asosan shu yurishga qiynaladiganlar, imkoniyati kamroq odamlarni samolyotga chiqarishda, tushirishda foydalaniladi. Buni ko'tarib qo'yilib, ichiga aravachalarda, maxsus aravachalarda ortilib, odamni tashiladi. Meni ismim Yunusov Aziz, Toshkent xalqaro aeroportida o'zi yurar mexanizmlarda avtotrap haydovchisiman. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, oka. Xayr, oka, rahmat. Kuzatayotganlarga ikki og'iz so'zingiz, yo'lovchilarga ikki og'iz so'zingiz. Yo'lovchilarga nima deymiz? Parvozinglar yoqimli, bexatar bo'lsin.